Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, do'stlar. Mana alhamdulillah bizni ham yetkazdi. Masjid Naboviydamiz. Hozir bomdod namozini ado etdik. Ketma-ket qo'yib borayotgan videolarimiz, qilayotgan efirlarimiz biroz muddat to'xtab qoldi. Mana shu umra safarini taraddusi bilan video qo'yishga ham, efir qilishga ham vaqtimiz sal yetmay qoldi. Inshaalloh mana bu yo'lga keldik. Allohim sizlarga ham nasib qilsin. Barchangizga mana shu necha kishi ko'rayotgan bo'lsa videomizni, ya'ni hamma mo'min musulmonga, ne только что bizni ko'rayotgan obunachilarimiz, hamma mo'min musulmonni mana shu muqaddas joylarga yetkazsin inshaalloh. Payg'ambarimizni rovzalarini ziyorat qilishlik, mana shu Masjid Nabaviyda namoz o'qishliklarini nasib qilsin. Allohim. Bu yerda 3 kun mehmon bo'lamiz. Kecha keldik. Madinada Masjid Nabaviyda hozirgina bomdod namozini ado etib, hozir video qilyapmiz. Sizlarga xabarini yetkazyapmiz inshaalloh. 3 kundan keyin Makka ga boramiz. Bu yerda 9 kun bo'lamiz va qaytamiz. Allohim barchalaringizni o'zining baytiga chaqirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.